oyam bazimizga jo'r bo'lib atgan har millat musulmon qarindoshlarimiz. Assalomu alaykum. Etiz qirlarda, zavodlarda jafoli qishlayotgan ishchi dehqonlar. Assalomu alaykum xalqning xotirjamligi. Yurt vatanning tinch xotirjamligi uchun o'zining borlig'ini bag'ishlayotgan suyimli jangchilar, soqchi ofitserlar. Assalomu alaykum. Har qaysi soha, har qaysi saplarda jamiyat taraqqiyoti uchun un-tinsiz to'p qo'shayotgan suyimli sabdoshlar. Qutlug' Qurban bayramlari muborak bo'lsin. Hürmetli mehmanlar, bugün Nağır-Sunay Nakşiköy'le ana yurtumuzdan hamma yerde tağla yanardı. Monusul şatlığına ayan tenteniz koşulup pelekni yardı. Kurban eğitimizden berkatli kademleri ana yurtumuzga koymu yaraştı. Şimdi ata-ana urug' tıqalla, dost birodar, qo'lim qo'shnilar o'zaro ayamlik salomlarini yo'llashib, mehr-muhabbatni o'y-o'ylarga, yurt-yurtlarga, shundoqla yuraklardan yuraklarga yetkazdi. Kız yigitler oyan samasıga, yetlik nakşi usullarga jo'r bo'lib, turmuşimizdan bay yaşab, yurtimizning tinch, xotirjam, har millat xalq omasining ijil inoqligini tantana qildi. Bayramlık çaylık yasangan omaq balalarımızmı ayan bezimizin o'rin elib, yuraklarni suyundirdi. Yurtlarda, mahallada ayam ahli televizor oldida o'tirib, aytliq kuylarimizga jo'r bo'ldi. Biz hammamiz yuragimizning cho'nqur qetidan urg'ib chiqqan shodlik naqshlarimiz ham mardon usullarimiz bilan bu go'zal davrni kuylayli, madilayli. Qani hammamiz inoqlik, ittifoqlikdan tuzilgan ayam bazmimizga birlikda jo'r bo'laylik.